Bunaqa arzon narxga katta xolanglar ham bunaqa nabor yig'ib bera olmaydi. Nabor ichida podarkaga teppa-tekinga shunaqa nabori ham bor ekan. Ichida zakolka, obodok, xullas videoda ko'rsatgan hamma narsam bor. Endi men maqtayotgan uходовый kosmetikaga qaytaylik. Dizaynini, ranglarini вообще yorib yuborishibdi. Yuzimni michelarkada yuvib chiqdim. Qani bir umvalkasini sinab ko'ramiz. Ichlari bo'yicha polniy yuzdagi tonalkalarni, qoldiqlarini, kirpirlarni tozalab tashlaymiz. Yuzingiz toza bo'lganda bundoq tozaligini ovozi chiqadi-yu, shunaqa toza qilib berdi. Shine Skindan menga yoqadigan Glass Skin. Hamma produktlarini qanaqadir shunaqa shirin va har xil hidi bor. Glass Skin yuzinglarni shunaqa yaltillatib qo'yadi. Bu uchtasi birda toner, namlantiruvchi va makiyajdan oldin primer qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Tonalkalar yuzda zo'r yotadi. Xullas Shine Skin brendi uходовыйлari hamma yuzlarga mos keladi va dunyo trendlari kosmetologlari tomonidan ishlab chiqarilgan. Yuzingizga hech qanaqa allergiya yoki nojo'ya ta'sirlar bermaydi. Ideal tozalaydi, yuzinglarni chiroyli, go'zal saqlaydi, husnbuzarlarni yo'qotadi.